Assalomu alaykum qadrli Tutash qalblar kanali tinglovchilari. Qorong'u kechaning eng sovuq lahzasida temir darvoza g'iyq etib ochildi. Va o'sha eshikdan chiqqan ayolning ko'zlarida 5 yillik sukut, minglab kechirilmagan og'riq va hali aytilmagan bir haqiqat yonib turardi. U qaytgan edi. Lekin bu qaytish kechikkan najot emasdi. Bu qaytish, aksincha, kimningdir tinchini buzadigan, kimningdir yashirgan gunohini yuzaga chiqaradigan va kimningdir hayotini butunlay ag'darib tashlaydigan boshlanish edi. Nazifa ostonada bir lahza to'xtadi. Yelkasidagi eski sumkani mahkam ushlab, bir vaqtlar o'zi tark etgan bu hovliga tikildi. Shamol yuziga urilib, sochlarini tarqatdi. Ammo u sovuqni sezmagan kabi jim turdi. Chunki ichidagi muz bundan ham sovuqroq edi. Uning yonidagi 10 yoshlar atrofidagi qizaloq esa qo'rquv bilan onasining qo'liga yopishdi. Qizchaning ko'zlari kattakon edi. U bu joyni bilmasdi. Lekin bu hovlida nimadir yomon ekanini bolalarga xos sezgi bilan allaqachon his qilib ulgurgan edi. Darvoza ortida esa eski g'isht devor, nam tuproq hidi, yillar davomida yig'ilgan chang va yopiq derazalarning jimligi turardi. Go'yo bu uy emas, yutib yuborilgan sirlarning qabristoni edi. Nazifa asta bir qadam qo'ydi. So'ng ikkinchi qadamini tashladi. Va shu payt hovlining narigi burchagidagi eski ayvon ostidan bir ovoz eshitildi. Nihoyat qaytdingmi? Bu ovoz shu qadar tanish, shu qadar sovuq ediki, Nazifaning yuzidagi rang bir zumda qochdi. U boshini burdi va ko'zlari qorong'ida turgan odamga tushdi. Shu zahoti yuragi qinidan chiqib ketay dedi. Chunki u bu ovozni unutgan bo'lsa ham, bu odamni hech qachon unutmagan edi. Yillar oldin uni bu hovlidan haydab yuborgan, nomini tilga olishni ham taqiqlagan, bolasi bilan birga yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgan aynan o'sha odam hozir ayvonda, qo'llarini orqasiga qilib, xuddi hech narsa bo'lmagandek turardi. "Sen bu yerga kelmasliging kerak edi", dedi u yana, ovozida na hayrat bor edi, na afsus. Faqat buyruq va ustunlik bor edi. Nazifa chuqur nafas oldi. Qizaloqning qo'lini qo'yib yubormadi. "Men sizdan hech narsa so'ramagandim", dedi u sokin, ammo tig'dek keskin ohangda. "Men faqat o'g'limning qayerdaligini bilish uchun keldim." Erkakning nigohi bir zum toraydi. Ayolning bu so'zi ayvon ostidagi jimlikni yorib o'tdi. Chunki bu hovliga qaytib kelishining asl sababi ochilgandi. Bu yerda faqat eski alam emas edi. Bu yerda bir bola yo'qolgan edi. Va o'sha bola bilan birga butun bir taqdir ham yo'qolgan edi. Qizaloq onasining ortiga yashirindi. Shamol yanada kuchaydi. Eshiklar chiyilladi. Va Nazifa o'zini to'plab uy tomon yurdi. U endi qo'rqayotgan ayol emasdi. U yillar davomida jim yurib, ichida pishgan va endi haqiqatni talab qilish uchun qaytib kelgan ona edi. Nazifa hovliga bir qadam ichkarilaganida, go'yo butun uy uning nafasdan uyg'ongandek bo'ldi. Yillar davomida ko'milib yotgan sukunat birdan titrab ketdi. Derazalar ortidagi qorong'u xonalar, zang bosgan eshiklar, nam devorlar va hovli chetidagi qurib qolgan tut daraxti ham bu qaytishni taniganday jim turardi. U esa to'xtamadi. Chunki ortga qaytish yo'q edi. Orqada faqat sovuq, yolg'on va yo'qolgan bola xotirasi qolgan edi. Ayvonda turgan odam sekin o'rnidan qo'zg'aldi. Uning qadami og'ir, nigohi esa o'tkir edi. "Senga bu yerda joy yo'q", dedi u yana. Nazifa kulimsiradi. Ammo bu kulgi quvonchdan emasdi. Bu 5 yil ichida yig'ilib qolgan alamning sovuq soyasi edi. "Joyim bo'lmasa ham kiraman", dedi u past, ammo ravshan ovozda. "Men bu uyga mehmon bo'lib kelmadim. Men o'g'limning izini topish uchun keldim." Erkak uning yuziga qaradi. Keyin qizaloqqa. Qizchaning qo'rqib turgan ko'zlari uni bir lahza to'xtatib qo'yganday bo'ldi. Ammo shu zahoti yana o'zini qo'lga oldi. "Bu gaplarni kechroq aytishing kerak edi", dedi u. "Endi kech. Juda kech." Nazifa yuragini changalladi. "Kech bo'lsa ham aytaman", dedi u qat'iylashib. "Siz mendan bolamni olib qo'ydingiz. Ismimni yo'q qildingiz. Meni tirik o'likka aylantirdingiz. Endi hech bo'lmasa rostini aytasiz." Ayvon ostidagi odamning yuzidagi sovuqlik ilk bor bir oz buzildi. Go'yo u bu ayoldagi kuchni kutmagandek edi. Shu payt hovlining narigi tomonidagi eshik ochilib, ichkaridan oq sochlari to'zg'igan kampir chiqdi.
U tayoqqa suyanib turar, ko'zlarida esa yillar og'irligi bor edi. U Nazifani ko'rishi bilan lablari qaltiradi. "Voy", dedi u shivirlab. "Demak, sen qaytding." Nazifa unga qaradi. Bu kampirni ham tanirdi. U o'sha paytlarda ham hamma narsani bilib jim turganlardan biri edi. "Siz ham tirik ekansiz", dedi Nazifa. "Demak, yolg'iz men ko'milibman", kampir yerga qaradi. U javob bera olmadi. Chunki javobning o'zi ham bu uyda og'ir jinoyatga teng edi. Qizaloq onasining etagidan tortdi. "Oyi, men qo'rqyapman", dedi u ingichka ovozda. Nazifa tiz cho'kib qizchasining yuziga qaradi. Uning lablarida ilk bor bir oz muloyimlik paydo bo'ldi. "Qo'rqma, bolam", dedi u. "Biz faqat haqiqatni eshitish uchun keldik", lekin uy ichidan eshitilgan navbatdagi qadam tovushi bu so'zlarni to'liq yutib yubordi. Eshikda yana bir odam paydo bo'ldi. Bu safar u yosh emasdi. Qaddi bukilgan, yuzi asabiy, qo'lida esa eski sumka bor edi. U Nazifani ko'rishi bilan ko'zlarini katta ochdi. Xuddi o'tmish o'zining eng og'riqli bo'lagi bilan qaytib kelganini anglagandek. Sen qaytdingmi?" dedi u g'ijimlangan ovozda. Nazifa asta o'rnidan turdi. Unga tikilib ichidagi barcha titroqni bosdi. "Men qaytdim", dedi u. Va bu safar jim ketmayman. Shu daqiqada qizaloq onasining orqasidan bir qadam chiqib, hovlidagilarga sinchkovlik bilan qaradi. Uning kichik yuzida qo'rquv bor edi, ammo undan kuchliroq bir narsa ham bor edi. Ishonch. Go'yo u onasining yonida tursa, bu katta va sovuq hovli ham unga endi unchalik dahshatli ko'rinmasdi. Nazifa esa qalbida bir yo'l ochilayotganini sezdi. Yo'qolgan bola. Ko'milgan sir. Unga nisbatan o'qilgan tuhmat. Va shu hovlining devorlari orasida yashiringan og'ir haqiqat. Bularning hammasi hozir bir nuqtaga yig'ilayotgan edi. Va Nazifa shu nuqtada orqaga chekinmaslikka o'ziga so'z berdi. Chunki bu safar u faqat o'tmishini emas, bolasining kelajagini ham qaytarib olish uchun kelgandi. Nazifa hovlining o'rtasida qotib turar ekan, shamol uning yuziga urilib, ko'zdagi namlikni quritib yuborgandek bo'ldi. U endi qo'rqayotgan ayol emasdi. U qaytishga majbur bo'lgan ona edi. Va ona yuragi qancha sindirilmasin, bolasining izini topish uchun baribir oxirigacha boradi. Ayvondagi odam bir qadam oldinga chiqdi. Uning soyasi yerga cho'zilib, Nazifaning oyoqlariga yetib keldi. "Men seni ogohlantirdim", dedi u past ovozda. "Bu uyga qaytishing bilan hamma narsa buziladi." Nazifa ko'zini uzmay javob berdi. "Buzilgan narsa men emasman", dedi u. "Buzilgan narsa sizlarning jimligingiz edi." Shu payt kampir tayoqqa suyanib, og'ir nafas oldi. Uning ko'zlari allaqachon yoshlanib ulgurgan edi. "Bolam", dedi u qaltiragan ovozda. "Senga buni aytishga jur'atimiz yetmadi." Nazifa boshini burdi. "Qaysi biriga?" "O'g'limning yo'qolganiga. Meni uydan haydashganingizga. Yoki meni o'lik deb ko'rsatganingizgami?" Kampir labini tishlab, ko'zini olib qochdi. Chunki har bir savolga javob uning yuzidagi ajinni yanada chuqurlashtirardi. Eshik ortidan yana shovqin eshitildi. Bu safar hovlining ichkarisidan, xonalar tomon. Go'yo kimdir shu daqiqani eshitib, o'zini yashirib qolishga uringandek. Qizaloq onasining etagiga mahkam yopishdi. "Oyi, biz kimnikidamiz?" deb pichirladi u. Nazifa tiz cho'kib, uning mayda qo'llarini ushladi. "Biz haqiqat bor joydamiz", dedi u sekin. "Haqiqat qayerda bo'lsa, biz ham shu yerdamiz." Ayvondagi odam uning gapini eshitib qattiq kulib yubordi. Lekin bu kulgi ichida hech qanday kulgi yo'q edi. Faqat xafa qilingan kibr va uzun yillik hukmronlik bor edi. "Haqiqat", dedi u. "Bu uyda haqiqatni men yozganman." Nazifa sekin bosh ko'tardi. Uning ko'zlari qorong'ida o'tkir yaltiradi. "Unda men uni qayta yozaman", dedi u qat'iy. "Chunki siz mening bolamni mendan olib qo'ydingiz. Va sizning yozgan har bir satringiz qonga botgan." Shu zahoti hovlining narigi tomonidagi eski eshik ochildi. Ichkaridan yosh yigit yugurib chiqdi. Uning yuzida hayrat, qo'rquv va sarosima bir paytda qorishib ketgan edi. U Nazifani ko'rishi bilan qotib qoldi. "Siz", dedi u bo'g'ilib. "Siz haqiqatan ham qaytdingizmi?" Nazifa unga tikildi. Bu yuz unga begona emasdi.
U bir paytlar shu hovlining ichida eng ko'p yurgan, eng ko'p bilgan, ammo eng kam gapirgan odamlardan biri edi. "Ha", dedi Nazifa. "Men qaytdim. Va bu safar yolg'iz emasman." Qizaloq mayda qadam tashlab onasining yoniga keldi. Yigitning nigohi bolaga tushdi. Shu zahoti uning yuzi oqarib ketdi. Go'yo u shu kichkina qizchada o'zining ham, Nazifaning ham o'tmishini ko'rgandek bo'ldi. "Bu", dedi u sekin. "Bu kim?" Nazifa qizchasining yelkasiga qo'l qo'ydi. "Bu mening qizim", dedi u. Va u bu yerga bir sabab bilan kelgan. Hovli jim bo'lib qoldi. Qizaloqning nigohi esa kattalar ko'tara olmaydigan darajada toza va tekis edi. U atrofdagi sovuq yuzlarga, g'ijimlangan qalblarga, aytilmagan gaplarga go'yo birinchi marta qarayotgandek tikildi. Nazifa chuqur nafas oldi. Yuragi urayotganini juda aniq eshita boshladi. Chunki endi ortga yo'l qolmagan edi. U shu uyga kirishga, bu odamlar ko'ziga tik qarashga va o'ziga qaytarilgan bolani talab qilishga kelgandi. Va bu daqiqadan boshlab hech kim uning yo'lini to'sa olmasdi. Nazifa eshik tomon bir qadam tashlaganida hovli ichidagi havo ham birdan o'zgargandek bo'ldi. Go'yo uy devorlari ham bu ayolning qaytishini tan olib, lekin baribir qarshilik qilayotgandek jim turardi. Qizaloq onasining etagidan mahkam ushlagancha, kattalar yuzida muzlab qolgan qo'rquvni ko'zlari bilan o'qishga urinardi. Kampirning qo'llari qaltirar, ayvondagi odamning esa yuzi tobora sovuqlashib borardi. Yosh yigit esa bir joyda qotib, Nazifaga xuddi ko'zi oldida tirilgan arvohga qaragandek tikilib turardi. "Siz bu yerga nega keldingiz?" dedi u nihoyat, ovozi past, lekin ichida vahima bor edi. Nazifa javobni bir zumga ham cho'zmagan holda boshini ko'tardi. "Men kimga aytsam ham, kimga yolvorsam ham, meni eshitmagan joyga keldim", dedi u. "Shuning uchun keldim." Ayvondagi odam bu gapdan kulimsiradi. Lekin uning kulgisida g'alaba emas, xavotir yashiringan edi. "Bu yerda sizni hech kim kutmaydi", dedi u. Nazifa ko'zini unga tikdi. "Men kutish uchun kelganim yo'q", dedi u sokin, ammo keskin ohangda. "Men olish uchun keldim." Shu payt kampir oldinga bir qadam tashlab, qoqilib ketayozdi. "Bolam", dedi u titrab. "Agar bilsang edi, biz nima bo'lganini." Nazifa uning gapini kesib tashladi. "Men bilishni xohlayman", dedi u. 5 yil oldin o'g'lim qayerga ketdi? Kim olib ketdi? Nega meni uyimdan chiqarib yubordingiz? Nega menga o'lik ayoldek qaradingiz?" Hovlining chetidagi eshik yana g'iyq etdi. Ichkaridan qo'pol ovoz eshitildi. "Bu gaplar bu yerda emas, ichkarida aytiladi", dedi kimdir. Hamma bir zum o'sha tomonga qaradi. Qorong'ilik orasidan oq ko'ylakli, yelkasi bukilgan, qo'lida eski daftar ushlagan yana bir odam ko'rindi. Uning ko'zlari qizarib ketgan, yuzida esa kechikkan uyqusizlik va pushaymon aralashib ketgan edi. Nazifa uni ko'rishi bilan ichida nimadir uzilib tushdi. Bu odam ham o'sha kechaning guvohi edi. Balki eng muhim guvohi. "Siz ham shu yerdamisiz?" dedi u sekin. Odam bosh irg'adi. "Ha", dedi u og'ir nafas bilan. "Men shu yerdaman. Va men nihoyat gapirishga keldim." Shu daqiqada qizaloq onasining qo'liga mahkam yopishdi. "Oyi, men qo'rqyapman", dedi u pichirlab. Nazifa tiz cho'kib uning yuziga tikildi. "Meni eshit, jonim", dedi u mayin, lekin qaltirmas ohangda. "Hozir qo'rqish vaqti emas. Hozir rostni topish vaqti." Qizaloq bosh irg'adi. Lekin uning ko'zidagi qo'rquv ketmadi. Ayvondagi odam esa kampirga yuzlandi. "Siz gapirishga qaror qildingizmi?" dedi u istehzo bilan. Qiziq. 5 yil sukut qilgan og'iz birdan ochildimi? Oq ko'ylakli odam ko'zini yerdan uzmay javob berdi. "Sukut ham bir jinoyat bo'ladi", dedi u. "Men endi jim tura olmayman." Nazifa shu lahzada bu uyda to'plangan yolg'onlarning soni sanab bo'lmas darajada ekanini his qildi. Va ularning har biri alohida og'riq bilan qaytib ochilardi. Lekin u yana bir bor yuragini to'pladi. Chunki bu kecha faqat savollar kechasi emas edi. Bu kecha bolasi uchun, o'zi uchun va yillar davomida bosib ketilgan haqiqati uchun kurash kechasi edi. Va u endi bu kurashdan bir qadam ham chekinmasdi. Nazifa oq ko'ylakli odamga tikilib qoldi. Uning yuzidagi pushaymon tasodifiy emasligini shu zahoti sezdi.
Bu odam ko'p yillar davomida jim turgan, ammo yuragida nimadir uni doim kemirib kelganlardan biri edi. Hovlining sovuq sukunati orasida faqat shamol shivirlardi. Qizaloq onasining kaftini mahkam ushlab, kattalarning yuzlaridagi titroqni tushunishga urinardi. Ayvondagi odam esa tobora sabrsizlanib borardi. "Hali nimani kutyapsizlar?" dedi u keskin. "Agar aytadigan gap bo'lsa, ichkarida ayting. Bu yerda emas." Nazifa boshini ko'tardi. "Men ichkariga ham kiraman", dedi u. "Lekin avval bitta narsani bilib olaman. Kim meni bu uyga o'likdek qaytardi?" Oq ko'ylakli odam bir zum jim qoldi. So'ng nafasini ichiga olib, asta oldinga yurdi. Uning qadam tovushlari loyli yerda juda og'ir eshitildi. Go'yo har bir qadam bilan yillarning yukini bosib kelayotgandek edi. "Bu savolga javob berish qiyin", dedi u nihoyat. "Chunki bu yerda bir kishi emas, bir necha kishi aybdor." Nazifa labini tishladi. "Men aybdorlar ro'yxatini eshitish uchun emas, haqiqatni bilish uchun keldim", dedi u. Kampir esa tayoqqa suyanib chuqur xo'rsindi. "Haqiqat", dedi u qaltiragan ovozda. "Bu uyda haqiqat hech qachon bir og'iz so'z bo'lmagan. U doim qimmatga tushgan." Shu payt ichkaridagi qorong'i eshik yonidan yana bir soyali siluet ko'rindi. Bu safar yoshi katta, qaddi sal bukilgan, ko'zlari esa g'ayritabiiy sovuqlik bilan yonib turgan erkak chiqdi. U Nazifani ko'rganda to'xtab qoldi. Keyin yuzini o'girib, go'yo uning borligidan hijolat bo'lgandek qattiq nafas oldi. Nazifa uni darhol tanidi. "Demak, siz ham yashiringansiz", dedi u sekin. Erkak javob bermadi. Chunki uning sukuti ham aybga teng edi. "O'g'lim qayerda?" dedi Nazifa birdan ovozini ko'tarib. Hovli bir zum larzaga kelgandek bo'ldi. Qizaloq cho'chib ketdi. Kampirning ko'ziga yosh keldi. Ayvondagi odam esa labini qisdi. Katta yoshli erkak esa boshini ko'tarib nihoyat gapirdi. "Buni shu yerda aytib bo'lmaydi", dedi u. Nazifa qadam tashlab unga yaqinlashdi. "Men endi hech narsadan qo'rqmayman", dedi u. "Bolam uchun 20 bor o'laman. Lekin bilmasdan ketmayman", qizaloq onasiga termuldi. Shu lahzada u birinchi marta onasining ovozidagi temirni, ko'zlaridagi qaynoq adolatni sezdi. Bu ayol endi o'zini yo'qotgan emas edi. U qaytib topilgan edi. Va qaytib topilgan ona eng xavfli odam bo'lishi mumkin edi. Ichkaridan eski eshik yana ochildi. Bu safar qo'lda chiroq ushlagan yigit ko'rindi. Uning yuzida bezoftalik, qo'lida esa chang bosgan eski rasm bor edi. U rasmni ko'rib turgan Nazifaga cho'zdi va past ovozda dedi: "Agar siz haqiqatni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu suratni ko'ring." Nazifa rasmga qo'l uzatdi va ko'zi tushgan zahoti nafasi qirqildi. Chunki suratda uning o'zi bor edi. Yosh, ko'zlari nurli, yonida esa qo'lida kichkina bolaning bilagidan ushlab turgan erkak. Shu odamning yuzini ko'rishi bilan Nazifaning tizzalari bo'shashdi. Bu rasm yo'qolgan o'g'liga borardi. U o'g'lini ushlab turgan odamni tanidi. Va bu tanishlik yuragini yirtib yuborgandek bo'ldi. "Bu mumkin emas", dedi u bo'g'ilib. Bu odam oq ko'ylakli guvoh boshini egdi. "Ha", dedi u mayin, og'riqli ohangda. "Bu odam sizning bolangizni ko'rgan oxirgi odamlarimizdan biri." Nazifa rasmni ko'ksiga bosdi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Lekin bu safar bu oddiy ko'z yosh emasdi. Bu yillar davomida muzlab qolgan dardning erishi edi. Va u nihoyat haqiqatning eshigi ochilganini tushundi. Hozir ichkarida aytiladigan har bir so'z, har bir ism va har bir sukut uning taqdirini qayta yozishi mumkin edi. Nazifa rasmni titragan qo'llari bilan mahkam ushlab turar ekan, uning yuragida bir vaqtning o'zida ham umid, ham qo'rquv uyg'ondi. Suratdagi erkakning chehrasi yillar changi ostida qolgan bo'lsa-da, uning nigohi, turishi va bolani himoya qilayotgandek bukilgan yelkalari darhol tanish tuyulardi. Go'yo bu odam bilan uning hayoti bir nuqtada uzilib, keyin yana boshqa og'riq bilan davom etgandi. "Bu kim?" dedi u zo'rg'a eshitiladigan ovozda. Oq ko'ylakli guvoh ko'zini olib qochdi. "U odam sizga yomonlik qilmoqchi bo'lganlardan biri emas edi", dedi u asta. "Aksincha, u sizning o'g'lingizni olib ketishdan oldin uni himoya qilmoqchi bo'lgan." Nazifaning nafasi ichida qotib qoldi. "Nima dedingiz?" dedi u keskinroq.
O'g'limni kim olib ketdi? Hovlining chetidagi odam sabrsizlandi. Mana endi ichkariga kiramiz, dedi u g'azab bilan. Bu gaplarni eshik oldida emas, uyning ichida aytish kerak, lekin Nazifa qimirlamadi. U suratdagi bolani va uni ushlab turgan erkakni yana bir bor ko'zdan kechirdi. Qizaloq esa onasining qaltirayotgan qo'llariga tikilib, nimadir juda yomon bo'layotganini anglab turardi. Kampir asta oldinga chiqib, chiroq nuri ostida qog'ozga yopishgan changni barmog'i bilan artdi. Bu surat eski emas, dedi u titrab. Bu surat haqiqatning tirik guvohi. Nazifa ko'zlarini ko'tardi. Demak, sizlarning qo'lingizda bor edi, dedi u. Mening o'g'lim bilan bog'liq narsa yashirib kelingan, kampir boshini egdi. Biz seni yo'qotgandek ko'rsatdik, dedi u xuddi o'zini ham kechira olmayotgandek. Chunki seni shu yerda ushlab turish buyurilgan edi. Shu gap hovliga muzdek pichoq bo'lib urildi. Nazifa bir zum nima deyishni bilmay qoldi. Keyin birdan yonidagi yosh yigitga yuzlandi. Kim buyurdi, dedi u. Yigitning lablari qaltiradi. Siz bilgan odam, dedi u. Nazifa bir lahza ko'zlarini yumdi. Bu javob uning ichidagi eng yomon gumonni tasdiqlashiga bir qadam qolgan edi. Kim, dedi u yana. Bu safar ovozida titroq emas, tig' bor edi. Oq ko'ylakli guvoh chuqur nafas oldi. Sizni bu hovlidan haydagan odam, dedi u. Va bolangizni sizdan ajratgan odam, ayvondagi erkakning yuzi oqarib ketdi. Chunki endi nom aytilmasa ham, aybdor soyasi uning yuzida ko'rinib turardi. Nazifa asta bosh ko'tardi. Demak, siz, dedi u sekin. 5 yil davomida meni o'likka chiqargan odam siz ekansiz. U so'zlarni o'tmas pichoq bilan aytgandek edi. Erkak bir qadam orqaga chekindi. Men seni qutqargandim, dedi u o'zini oqlamoqchi bo'lib. Nazifa kuldi. Bu kulgi og'riqli edi. Qutqardingizmi, dedi u. Meni bolamdan ajratib, yolg'on qabrga ko'mib qutqardingizmi? Shu payt ichkaridagi qorong'u eshikdan yana bir tovush eshitildi. Yengil, ammo aniq qadam tovushlari. So'ng bolani eshitgandek mayin bir yo'tal. Hamma bir zum sukutga cho'mdi. Qora soyadan bir ayol chiqib keldi. Yuzi oqish, yoshi katta bo'lsa ham ko'zlari charaqlab turgan edi. U Nazifani ko'rishi bilan lablari titradi. Nafisa, dedi u hayron va qo'rquv aralash ovozda. Nazifa uni bir zum tanimadi. Keyin asta xotirasida o'sha ayolning eski, uzoq vaqt oldingi qiyofasi uyg'ondi. Bu odam ham bir paytlar uning hayotida bo'lgan edi. Siz, dedi Nazifa og'ir yutunib. Siz ham shu yerda ekansiz. Ayol ko'zlarini yummay sekin bosh irg'adi. Ha, dedi u. Men shu yerdaman. Chunki men ham o'sha kuni jim qolganman. Nazifaning ko'ksida nimalardir uzilib tushgandek bo'ldi. U bir lahza hamma narsani tushundi. Bu uyda yolg'on bitta emas edi. Uni saqlagan odamlar ham, jim qolgan odamlar ham, qo'rqqan odamlar ham bor edi. Va eng dahshatlisi, o'g'lini ko'rgan oxirgi odamlar shu hovli ichida yashab kelishgan edi. Qizaloq onasining qo'lini mahkam ushladi. Oyi, ketamizmi, dedi u xavotir bilan. Nazifa tiz cho'kdi, uning yuzini kaftlari orasiga oldi. Yo'q, bolam, dedi u muloyim, ammo qat'iy. Biz endi hech qayoqqa ketmaymiz. Avval bilamiz. Keyin ko'ramiz. Keyin olamiz. Shu paytda hovlining ichki eshigi ochilib, yillar oldin yo'qolgan degan bolaga tegishli deb aytilgan kichik, chirigan o'yinchoq polga yumalab tushdi. Nazifa uni ko'rishi bilan ko'zlari katta ochildi. Bu o'yinchoq uning o'g'liniki edi. U bilardi. Chunki bir paytlar bolasi uni qo'lidan hech tushirmagan. Nazifa sekin egilib o'yinchoqni oldi. Qo'llari qaltirab ketdi. Bu yerda, dedi u juda past ovozda. Mening bolam shu yerda bo'lgan va shu gap bilan uning ko'zlaridagi oxirgi ikkilanish ham yo'qoldi. U endi faqat bitta narsani bilardi. Kimdir uning bolasini shu hovli ichida yashirgan yoki olib ketgan. Va bu uy ichidagi har bir odam nimanidir bilardi. Nazifa o'yinchoqni kaftida ushlab turganida vaqt bir zumga to'xtab qolganday bo'ldi. Shu kichkina, yemirilgan buyum uning yuragiga bolg'adek urildi. Chunki bu shunchaki o'yinchoq emas edi. Bu yo'qolgan farzandining so'nggi izi, uning bolaligidan qolgan so'nggi tirik parcha edi. Nazifa barmoqlarini sekin o'yinchoq ustidan o'tkazdi.
Ko'zlari yoshga to'ldi. Bu menga tegishli, dedi u bo'g'ilib. Bu mening bolamnikidir. Kampir lablarini qattiq tishladi. Nigohi yerga tushdi. Ha, dedi u xira ovozda. U shu hovlida bir muddat bo'lgan. Nazifa keskin bosh ko'tardi. Bir muddat, dedi u. Mening o'g'lim bu yerda yashaganmi? Oq ko'ylakli guvoh og'ir nafas oldi. Yashagan emas, dedi u. Yashirilgan. Shu so'z havoni yorib o'tdi. Nazifa oyoqda zo'rg'a turdi. Ichidagi barcha tuyg'ular bir-biriga urilib, g'alati og'riq hosil qildi. Kim yashirdi, dedi u sekin, lekin nihoyatda o'tkir ohangda. Hovlining chetidagi odam jim qoldi. Ayvon ostidagi sovuq yuzli erkak esa yuzini chetga burdi. Go'yo savol unga urilgandek. Siz bilgan odam, dedi u nihoyat. Nazifa shunchalik sekin kulib yubordiki, bu kulgida faqat nafrat bor edi. Sizlar doim shunday deysizlar, dedi u. Siz bilgan odam. Siz hurmat qilgan odam. Siz sukut qilgan odam. Men esa u odamni ko'rmagan bo'lsam ham, uning nomi mening hayotimni kulga aylantirganini bilaman. Qizaloq onasining oyog'iga suyanib turar, kattalarning ovozlaridan titrab ketgan edi. U hech narsani to'liq tushunmasdi, ammo onasining yuragida chaqnagan g'azabni sezardi. Oyi, dedi u sekin. Nega hamma yig'layapti? Nazifa tiz cho'kib uning yuziga qaradi. Chunki biz uzoq vaqt adashib yurdik, bolam, dedi u. Endi esa yo'lni topyapmiz. Shu payt ichkaridagi qorong'i xonadan yana bir odam chiqdi. Qo'lida eski daftar, yelkasida charchoq, yuzida esa ko'p yillik pushaymon bor edi. U Nazifa oldida to'xtadi. Agar men hozir ham jim tursam, dedi u bo'g'iq ovozda, bu uyda yashagan hamma gunoh mening bo'ynimda qoladi. Nazifa unga tikildi. Demak, gapiring, dedi u. O'g'lim qayerda? Odam bir lahza ko'zini yumdi. Men bolangizni oxirgi marta shu yerda ko'rganman, dedi u. U yig'lamagan. Faqat qo'rqib turgan. Nazifaning ichidan nimadir uzildi. Kim uni sizdan oldin olib ketdi, dedi u. Odam javob bermay qoldi. Shu jimlikning o'zi javobdan ham og'ir edi. Kampir uning qo'lidan daftarni olib titrab ochdi. Varaqlar orasida eski sana, ismlar, telefon raqamlar va bir nechta xira yozuvlar bor edi. Mana, dedi u. Bu qog'ozlar o'sha kechaning izlari. Nazifa qog'ozlarga qaradi. Bir ism ko'zi tushishi bilan nafasi qirqildi. Bu ism u kutganidan ham, qo'rqqanidan ham yomonroq edi. Yo'q, dedi u bo'g'ilib. Bu odammi? Ayvondagi erkakning yuzi bir zumda qoraydi. Chunki endi Nazifa haqiqatning markaziga yaqinlashgandi. Demak, dedi u asta. Sizlar meni o'sha odamdan saqlash uchun emas. Undan yashirish uchun bu qadar qattiq turgansizlar, guvoh boshini egdi. Men sizni yo'qotishni xohlamaganman, dedi u. Lekin men qo'rqdim. Nazifa uni tinglab turdi. Qo'rquv degan so'z unga endi arzimas tuyulardi. Chunki u boladan ayrilgandan keyin qo'rquv emas, yo'qotish nimaligini o'zi boshdan kechirgan edi. Qo'rquvingiz menga hech narsa qaytarmaydi, dedi u sovuq ovozda. Menga o'g'limni qaytaring. Shu damda uy ichidan chaqaloq yig'isiga o'xshash ingichka ovoz eshitilganday bo'ldi. Hamma bir zum sukutga botdi. Nazifa ko'zini katta ochdi. Qizaloq ham quloq soldi. Bu ovoz ichkaridan, eski xonaning orqasidan kelayotgandi. Nazifa yuragi urishdan to'xtayozdi. U endi hech kimga qaramay eshikka yuzlandi. Qo'lida o'yinchoq, ko'zida yosh, ichida olov bilan u qorong'i yo'lak tomon yurdi. Chunki onaning instinkti aql va qo'rquvdan tezroq ishlaydi. Va u shu lahzada bir narsani aniq bilardi. Uning bolasi shu uyning ichida bo'lishi mumkin edi. Yoki hech bo'lmaganda shu uy uning yo'qolishiga sabab bo'lgan edi. Nazifa eshikka yaqinlasharkan, ortidan hech kim ovoz chiqarmadi. Hamma uning orqasidan qarab turardi. Go'yo bu ayol endi yolg'iz emas, balki o'tmishning o'zi bo'lib kirib borayotgandek. Va u ochadigan keyingi eshik nafaqat bolaning izini, balki bu hovlining eng qorong'i sirini ham ochib yuborardi. Nazifa qorong'i yo'lakka kirganida xuddi uy devorlari ham nafasini ushlab qolgandek jim bo'lib ketdi. Eski yog'och pol uning ostida g'ijirlab, yillar changi bilan aralashgan sovuq havo yuziga urildi.
Qo'lidagi singan o'yinchoq esa kaftida issiq emas, balki yuragiday og'ir tuyulardi. U bir qadam tashladi. Yana bir qadam. Va shu zahoti yo'lak oxiridagi tor eshik yonidan juda past ovoz eshitildi. Go'yo kimdir yig'lamaslik uchun labini tishlab turgandek. Nazifa to'xtab qoldi. Ko'zlari qorong'iga o'rganishga urinar ekan, devorga osilgan eski, chang bosgan suratlar birin-ketin ko'ziga tashlandi. Ularning orasida birining cheti yonib ketgan, ikkinchisining yuzi esa ataylab tirnalgan edi. Bu uy esdaliklarni saqlamagan. Ularni jazo sifatida yashirgan edi. Nazifa devordagi suratlarni tekshirar ekan, birdan uning ko'zi bitta kichik ramkaga tushdi. U yerda yosh bir bola turgan edi. Qo'lida xuddi uning kaftidagi o'yinchoqqa o'xshash buyum bor edi. Nazifa nafasi ichida to'xtab qoldi. "Bu", dedi u zo'rg'a eshitiladigan ovozda. "Bu mening o'g'lim", ortidan kelgan oq ko'ylakli guvoh sekin yaqinlashdi. "Ha", dedi u. Lekin bu suratdan keyin hammasi buzilgan. Nazifa orqasiga o'girildi. Ko'zlari yonib turardi. "Kim buzdi?" dedi u. "Kim bolamni mendan oldi?" Guvohning yuzi oqarib ketdi. U javob bermoqchi bo'ldi, ammo so'z og'zidan chiqolmadi. Chunki yo'lakning narigi boshidan eshik ochilib, ichkariga ayvondagi sovuq yuzli odam kirib keldi. Uning qo'lida temir kalitlar zanjiri bor edi. Kalitlar bir-biriga urilib, xuddi ogohlantirish kabi jaranglardi. "Bu yerga kirishingga ruxsat yo'q edi", dedi u sovuq ovozda. Nazifa unga tikildi. "Menga ruxsat kerak emas", dedi u. "Bu uy mening bolamni yutib yuborgan bo'lsa, men uni tiriklayin yorib chiqaman", odam kulib yubordi. Lekin bu kulgi ham asabiy, ham xavfli edi. "Sen hali hammasini bilmayapsan", dedi u. "Sening o'g'ling shu yerda bir muddat yashagan. Keyin esa boshqa joyga olib ketilgan." Nazifa ko'zlarini katta ochdi. Boshqa joyga odam boshini egib og'ir xo'rsindi. "Ha. Va o'sha joyga seni yaqinlashtirmaslik uchun seni bu uydan o'chirishgan." Shu payt qizaloq yo'lak kirishida paydo bo'lib qoldi. U onasini yo'qotib qo'ygandek xavotirda atrofga qarab turardi. "Oyi", dedi u jim ovozda. Nazifa uni ko'rishi bilan yuragi siqildi. Qizchasini bag'riga bosib yuzidan o'pdi. "Ichkarida tur, bolam", dedi u. "Nima bo'lmasin, mendan uzoqlashma", qizaloq bosh irg'adi. Lekin ko'zlarini yo'lak oxiridan uzmadi. Go'yo u ham shu uyda yomon narsa yashiringanini sezib turganday. Nazifa yana oldinga yurdi. Tor xona eshigi oldiga kelib to'xtadi. Eshikning tagidan juda zaif nur sizib chiqardi. U qo'lini tutqichga qo'ydi. Lekin ochishga ulgurmasdan ichkaridan baland, titroq bilan aralashgan ovoz eshitildi. "Ochmang." Nazifa qotib qoldi. Bu ovoz bolalikdan eshitgan ovoz emas edi. Ammo unda tanishlik bor edi. Og'riqli, yillar oldin yo'qotilgan tanishlik. U yana bir bor tutqichni mahkam ushladi. Bu safar ovoz yanada aniqroq chiqdi. "Agar siz Nazifa bo'lsangiz, iltimos ochmang." Nazifa ko'ksini changalladi. "Kimsiz?" dedi u. Ichkaridan javob sekin, siniq holda keldi. "Men sizning bolangizni oxirgi ko'rgan odamman." Shu gap bilan yo'lakdagi hamma jim bo'lib qoldi. Ayvondagi odam ham, oq ko'ylakli guvoh ham, kampir ham, hatto eshik oldidagi qizaloq ham bir zum harakatsiz qoldi. Nazifa esa tutqichni asta bosdi. Uning qo'li qaltirardi. Yuragi urardi. Lekin qo'rquv endi to'xtatish uchun emas, ichkarida nimaligini bilish uchun xizmat qilardi. Eshik sekin ochildi. Va xonadan chiqayotgan odamning yuzi ko'ringan zahoti Nazifaning dunyosi yana bir marta ag'darildi. Chunki bu yuz u umuman kutmagan, ammo hayotida iz qoldirgan yuz edi. U odam boshini ko'tardi. Ko'zlari qizarib ketgan, soqoli o'sib ketgan, lablari qurigan edi. U Nazifaga qarab zo'rg'a shivirladi. "Men uni qutqara olmadim." Nazifa esa shu zahoti qadamini orqaga tashladi. Bo'g'ziga nimadir tiqilib, ovozi chiqmay qoldi. Chunki u odamning qo'lida kichik, eskirgan ko'ylak parchasi bor edi. Bu ko'ylak parchasi o'g'lining kiyimidan edi. Nazifa yana bir qadam yaqinlashdi. Ko'zlaridan yosh oqdi. "Mening bolam qayerda?" dedi u. Odamning ko'zlari yerga tushdi. "Agar siz haqiqatni bilishni istasangiz", dedi u.
Unda men sizga bir narsani aytaman. Sizning bolangizni yo'qotgan odam shu uyda emas edi. U sizning hayotingizga eng yaqin bo'lgan odam edi. Nazifa bir lahza qotib qoldi. Uning ichida nomlar, gumonlar, yuzlar bir-biriga urildi. Shu gapning o'zi bilan yo'lakdagi sovuq yana ham kuchaydi. Va u endi bitta narsani aniq bilardi. Bu uy faqat o'g'lini yashirmagan. Bu uy unga nisbatan eng katta xiyonatni ham yashirib kelgan edi. Nazifa bir lahza ham qimirlamay qoldi. Ichkaridan chiqqan odamning eng yaqin bo'lgan odam degan gapi uning miyasida bir necha marta aks sado berdi. Go'yo bu so'zlar devorlarga urilib yana qaytib kelaverardi. U sekin boshini ko'tardi. Ko'zlarida yosh emas, endi shubha va g'azab yonardi. Kim dedi u? Kim edi u? Odam lablarini qattiq qisdi. Qo'lida titrab turgan ko'ylak parchasini mahkamroq ushladi. Men ayta olmayman, dedi u bo'g'iq ovozda. Aytolmasangiz, men o'zim topaman, dedi Nazifa. U bir qadam yaqinlashdi. Mening bolamni mendan tortib olgan odam shu uyning ichida bo'lganini aytdingiz. Endi ismini ayting. Kampir orqadan sekin oldinga chiqdi. Yuzida og'ir pushaymon bor edi. Uning ismi aytilsa, dedi u, bu uy butunlay qulaydi. Nazifa sovuq kuldi. Bu uy men uchun allaqachon qulagan, dedi u. Faqat men hali uning xarobalari orasida haqiqatni qidiryapman. Shu payt qizaloq onasining orqasiga yashirinib oldi. U kattalarning og'ir so'zlarini tushunmasa ham xavfni sezib turardi. Nazifa qizining yelkasiga qo'l qo'ydi. Qo'rqma, dedi u. Endi men boraman. Ichkaridagi odam chuqur nafas oldi. Sizni yo'qotganingizda, dedi u sekin, men hammasini aytib berishga jur'at topa olmaganman. Nazifa ko'zlarini qisdi. Demak siz bilgansiz, dedi u. Siz sukut qilgansiz, odam boshini egdi. Ha, dedi u. Chunki u sizning eringiz edi. Bu gap yo'lakdagi havoni muzlatib qo'ydi. Nazifa go'yo yerga mixlanib qolgandek bo'ldi. Lablari titradi. Yo'q, dedi u. Yo'q, bu mumkin emas. Ayvondagi sovuq yuzli erkak ham ilk bor o'zini yo'qotdi. U bir qadam orqaga chekindi. Men sizni himoya qilmoqchi edim, dedi u shoshilib. U sizga yaqinlashib kelayotgan xavfni bilar edi. Nazifa uning gapini bo'ldi. Meni himoya qilish uchun bolamni olib ketdingizmi, dedi u. Meni himoya qilish uchun meni o'likka chiqardingizmi? Hech kim javob bera olmadi. Chunki javobning o'zi ham sharmandali edi. Ichkaridagi odam esa bir paytlar ko'rgan voqeani eslayotgandek ko'zlarini yumdi. Sizning eringiz o'sha kecha bolani olib ketmoqchi bo'lgandi, dedi u. Lekin yo'lda boshqa odamlar chiqib qoldi. Men faqat bir narsani ko'rdim, sizning o'g'lingizni mashinaga solishdi. Nazifa yuragini changallab oldi. Mashinaga, dedi u bo'g'ilib. Kim? Odam boshini chayqadi. Men yuzlarini to'liq ko'rmadim. Faqat bitta ism aytilganini eshitdim. Qaysi ism? dedi Nazifa shoshib. Odam ko'zlarini ochdi. Sizning eringizniki emas, dedi u. Boshqa ism. Shu daqiqada kampir ham, guvoh ham bir-biriga qarab qoldi. Bu ismni ular ham eshitgandek, ammo eshitmagandek bo'lishdi. Ayt, dedi Nazifa qattiqroq. Odamning labi qaltiradi. Sizning akangiz, dedi u nihoyat. Sizning o'z akangiz. Nazifa dunyo ostin-ustun bo'lib ketgandek qotib qoldi. Xotirasida bolaligidan qolgan bir yuz, bir ovoz, bir mehr va bir xiyonat bir zumda yonma-yon turib qoldi. Yo'q, dedi u sekin. Bu mumkin emas. Kampir ko'zlarini yumdi. Biz buni senga aytolmadik, dedi u. Chunki u seni topib kelganida hamma narsani shantaj qilgan edi. Nazifa orqaga bir qadam tashladi. Devorga suyanib qoldi. Demak, dedi u titrab. Mening bolamni mendan olib ketgan odam. Mening qonimdan chiqqan inson, ichkaridagi odam bosh irg'adi. Va sizning eringiz ham buni to'xtata olmagan. Nazifa ko'zlarini yumdi. Ko'ksida alam, nafrat va isyon bir-biriga qorishib ketdi. U endi hech kimga ishonmasligini tushundi. Na eriga, na akasiga, na bu uyga. U qayerda, dedi u nihoyat. Mening akam qayerda? Guvoh og'ir xo'rsindi. U uzoq vaqt oldin ketgan, dedi u.
Ammo ketayotganda bir narsani qoldirgan, u cho'ntagidan kichkina eski kalitni oldi. Kalit zanglagan, ammo hali ham sovuq edi. Bu kalit sizning o'g'lingizga tegishli xonani ochadi, dedi u. Nazifa kalitni ko'rishi bilan nafasini ichiga yutdi. Bu faqat boshlanishi edi. Va u endi haqiqatning eng qora eshigini ochishga tayyor turardi. Nazifa zanglagan kalitni kaftiga oldi. U sovuq edi, lekin shu sovuqlik ichida qandaydir tanishlik bor edi. Go'yo bu temir parcha yillar davomida uning taqdirini kutib yotgandek. U kalitni ko'zdan kechirdi, keyin ichkaridagi tor xonaga qaradi. Bu xonada nima bor, dedi u past, ammo qat'iy ovozda. Oq ko'ylakli guvoh javob bermadi. Kampirning lablari esa titrab ketdi. Haqiqatning eng yomon tomoni, dedi u, shundaki, u har doim bir xonada yashirinib yotadi. Nazifa eshik tomon yurdi. Qo'li tutqichga tekkanda orqasidan qizaloqning mayin ovozi eshitildi. Oyi, qaytmang. Nazifa bir zum to'xtadi. Yuragi ezildi. Ammo ortga qaytish endi mumkin emas edi. U qizchasiga o'girildi, uning peshonasidan o'pdi. Men faqat kirib chiqaman, dedi u. Sen shu yerda tur, keyin kalitni qulflangan teshikka soldi. Zanglagan temir sekin g'ijirlagan tovush bilan burildi. Eshik ochildi. Ichkaridan esa chang, namlik va uzoq yillik yopiq sirning hidlari urildi. Xona kichkina edi. Devorlari sarg'aygan, o'rtada esa eski sandiq turardi. Sandiq qopqog'ida bitta ism o'yib yozilgan edi. Nazifa ko'zini qisib qaradi. Bu ism uning bolaligidan beri ko'rgan, ammo hech qachon chuqur anglamagan ism edi. U birdan orqasini o'girib kattalarga tikildi. Bu kimning xonasi, dedi u. Ichkaridagi odam yuzini yashirdi. Sizning akangizniki, dedi u nihoyat. Lekin u bu xonani o'zingiz uchun emas, sizdan yashirish uchun qoldirgan. Nazifa sandiq yoniga bordi. Qopqog'ini ochdi. Ichida bir necha xat, eski suratlar va bolaga tegishli kiyimlar bor edi. Lekin bularning orasida eng yuqorida bitta kundalik yotardi. Uning muqovasida bir so'z bor edi, Nazifa. U kundalikni ushlashi bilan qo'llari qaltiradi. Sahifalarni sekin ochdi. Birinchi yozuv ko'ziga tushgan zahoti nafas ololmay qoldi. Agar bu kundalik o'qilsa, demak men endi yo'qman. Nazifa ko'zlarini yumdi. Keyingi satrni o'qishga jur'ati zo'rg'a yetdi. Men bolani o'g'irlash niyatida emas edim. Men uni himoya qilmoqchi edim. Shu jumla yuragiga tig'dek sanchildi. U sahifalarni tezroq varaqladi. Har bir satrda uning hayoti bo'lak-bo'lak bo'lib yotardi. Erining aldovi, akasining sirli kelishi, uy ichidagi qo'rquv va eng oxirida bolani mashinaga solib ketgan kecha haqidagi yozuv. Nazifa qo'llari bilan og'zini yopdi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Yo'q, dedi u sekin. Bularning hammasi rostmi? Kampir boshini egdi. Ha, dedi u. Senga yolg'on aytib kelganmiz. Lekin kundalik yolg'on emas. Nazifa bir varaqni yana qayta o'qidi. Bu yerda akasining ismi, erining ismi va bitta manzil yozilgan edi. Manzil juda tanish edi. Bolalikdagi eski omborxona. U yerda bir paytlar oilaviy uchrashuvlar bo'lgan. Lekin keyin hech kim u yerni eslamay qo'ygandi. Nazifa kundalikni mahkam yopdi. Men u yerga boraman, dedi u. Hozirning o'zida oq ko'ylakli guvoh oldinga chiqdi. Yolg'iz bormang, dedi u. Bu ish tugamagan. Nazifa unga sovuq qaradi. Men endi yolg'izman, dedi u. Chunki sizlar meni yillar davomida yolg'iz qoldirdingiz. U qizalog'ini bag'riga bosdi, kundalikni ko'kragiga mahkamladi va qorong'i yo'lakdan tashqariga chiqdi. Hovli ustida shamol ko'tarilgan edi. Osmon esa xuddi kelayotgan haqiqatni oldindan sezgandek og'ir va past osilgan edi. Nazifa eshikdan chiqayotib bir narsani aniq bildi. Bu kechada u faqat o'g'lining izini emas, balki uni yo'qotganlarning asl yuzini ham ko'radi. Va agar omborxona haqiqatan ham javoblarni yashirgan bo'lsa, u o'sha yerda o'z hayotining so'nggi yolg'onini ham yuzma-yuz ochib tashlaydi. Nazifa qizchasining qo'lini mahkam ushlab, eski omborxona tomon yo'l oldi. Yo'l bo'ylab hech kim gapirmadi, faqat shamol daraxt shoxlarini qarsillatib, xuddi ularni o'rtga qaytarishga urinayotgandek shovullardi.
Kundalik uning bag'rida og'ir toshday yotardi. Har bir qadam bilan go'yo u nafaqat omborga, balki o'zining eng og'riqli xotirasiga ham yaqinlashib borardi. Omborxona ko'rinishi bilan Nazifaning yuragi siqildi. Bu joy bolaligidan qolgan xotiralardagi kabi emas edi. Eshiklari zang bosgan, devorlari yorilib ketgan, derazalari esa qorong'ilikni ichiga yutib olgandek sukunatda turardi. U to'xtab chuqur nafas oldi. Qizaloq onasining qo'liga yopishdi. "Oyi, bu yer yomon", dedi u pichirlab. Nazifa uning sochini silab qo'ydi. "Men bilaman, bolam", dedi u. "Lekin biz ichkariga kirishimiz kerak." Eshikni itarganida temir g'iyqillab ochildi. Ichkaridan chirigan yog'och, nam tuproq va eski chang hidi urildi. Xona ichida birgina chiroq osig'liq turardi. U ham yarim o'chib tebranib yonardi. Devor bo'ylab esa bir nechta quti, eski matolar va usti yopilgan mebellar taxlangan edi. Ammo Nazifaning ko'zi darhol markazdagi stolga tushdi. U yerda oq mato bilan yopilgan nimadir turardi. Xuddi kimdir uni ataylab kutib qo'ygandek. Nazifa sekin oldinga yurdi. Har bir qadam bilan yuragi tezroq ura boshladi. Stolga yetib kelgach, matoni ko'tardi. Tagida kichkina eski sandiqcha bor edi. Uning ustiga yana bir qog'oz yopishtirilgan edi. Qog'ozda faqat bitta jumla yozilgan edi: "Agar sen bu yerga kelgan bo'lsang, demak haqiqatni bilishga tayyorsan." Nazifa qog'ozni o'qib, labini tishladi. "Men tayyorman", dedi u bo'shliq tomon. Sandiqcha qulfini ochganida ichidan bir nechta suratlar, bir dona kalit va bitta kichik magnitli lenta chiqdi. Suratlarda uning akasi, eri va yana bir notanish erkak bir xonada turgan edi. Ularning yuzlarida jiddiylik va xavotir bor edi. Lekin bitta surat Nazifani qotirib qo'ydi. Unda uning o'g'li bor edi. Bolakay qo'lida aynan o'sha o'yinchoqni ushlab turgan, uning yonida esa akasi turgandi. Nazifa ko'z yoshlarini tiyolmadi. "Demak, sen ham u bilan birga bo'lgansan", dedi u titroq ovozda. Shu payt orqasidan taxta qirsilladi. Nazifa tez o'girildi. Qorong'ilik ichidan bir odamning silueti ko'rindi. U asta oldinga chiqdi. Yoshi ancha katta, yuzi toliqqan, ko'zlari esa uzoq yillik pushaymondan qizarib ketgan edi. U Nazifaga tikilib turdi va nihoyat dedi: "Men kechikdim." Nazifa qotib qoldi. "Siz kimsiz?" dedi u. Odam og'ir nafas oldi. "Men bu voqealarning guvohi bo'lganman", dedi u. "Va sening o'g'lingni so'nggi marta tirik ko'rgan odamman." Nazifa bir qadam oldinga tashladi. "Unda ayting", dedi u sovuq ovozda. "U qayerda? Nega men uni ko'rmadim? Nega hamma men bilan yolg'on gapirdi?" Odam ko'zini yumdi. "Chunki sening akang seni himoya qilaman deb hammasini boshlab yuborgan", dedi u. Lekin keyin ish boshqacha tus oldi. Nazifa nafasini ichiga tortdi. "Qanday tus?" Odam jim qoldi. So'ng sekin stoldagi magnitli lentani ko'tardi. "Bu lentada hammasi bor", dedi u. "Agar uni eshitsang, butun haqiqat ochiladi. Lekin tayyor bo'l." Nazifa lentani qo'liga oldi. Qo'llari qaltirardi. Shu bir parcha qora plastmassa uning butun hayotini o'zgartirishi mumkinligini his qildi. U lenta qurilmasini izlab atrofga qaradi. Xonaning burchagida eski magnitofon bor edi. U shuncha yildan beri kimdir uning shu yerga kelishini kutgandek chang bosib yotardi. Nazifa lentani joylashtirdi. Tugmani bosdi. Avval mayin shovqin eshitildi. Keyin erkaklarning xira ovozlari, eshik zarbasi, bolakayning yig'iga o'xshash tovush. Va nihoyat bir ovoz aniq yangradi. Bu ovoz uning akasiga tegishli edi. "Uni olib chiqib ketishimiz kerak. Agar u shu yerda qolsa, ular hammasini bilib qoladi." Nazifa muzlab qoldi. "Ular", dedi u sekin. Magnitofondan esa keyingi jumla eshitildi. Nazifa hammasini eshitmasin, shu so'zlar bilan lenta g'ichirlab to'xtadi. Xonada sukunat tushdi. Nazifa ko'zlarini yumdi. Demak, uni ataylab chetga surishgan. Bolani yashirishgan. Va bu ishda faqat bir emas, bir nechta odam bo'lgan. U asta ko'zini ochdi. Endi uning oldida faqat bitta savol emas, ko'p savollar turardi. Eng muhimi esa, bu voqeada kim uni himoya qilgan, kim esa unga xiyonat qilgan edi.
Nazifa lenta qurilmasiga tikilib turar ekan, orqadan yana o'sha notanish erkakning ovozi eshitildi. Bu hali hammasi emas, dedi u. Lentaning ikkinchi qismi bor. Nazifa uning tomon burildi. Qayerda, dedi u. Odam og'ir xo'rsindi va omborxonaning devoriga qarab bosh irg'adi. U yerda yashirin bo'lmadi. Lekin uni ochish uchun sening akang yozib qoldirgan boshqa kalit kerak. Nazifa qo'lidagi zanglagan kalitni mahkam qisdi. U endi bilardi, javoblar juda yaqin edi. Lekin shu bilan birga eng xavfli qism ham endi boshlanayotgan edi. Nazifa devordagi yashirin bo'lmaga tikilib qoldi. Yuragi shunchalik tez urardiki, go'yo ko'ksidan chiqib ketay derdi. Boshqa kalit qayerda, dedi u sekin. Ovozi atrofdagi changli havoda zo'rg'a eshitildi. Notanish erkak yerga qaradi. Men uni sening akangdan olganman, dedi u. Lekin u uni menga bermadi. U meni majbur qildi. Nazifa unga yaqinlashdi. Qanday majbur qildi? Erkak lablarini qattiq qisdi. U aytdi, agar bir kun Nazifa bu yerga kelsa, uni yashirin eshik tomon boshlab bor, dedi u. Ammo uni ochish uchun kalitni faqat sening qo'lingda qoldirgan. Nazifa cho'ntagidan zanglagan kalitni chiqardi. Barmoqlari titradi. U kalitni devordagi eski temir plastinkaga yaqinlashtirdi. Temir chert etib joyiga tushdi. Omborxona ichida chuqur, g'ijirlagan tovush yangradi. Devorning bir bo'lagi asta siljib, qorong'i yo'l ochildi. Qizaloq onasining etagidan ushlab oldi. Oyi, u yer qorong'i, dedi u vahima bilan. Nazifa uni bag'riga bosdi. Men sen bilanman, dedi u. Bir qadam ham yolg'iz qo'ymayman. Keyin qo'lini cho'zib, yonidagi kichik fonarni yoqdi. Nur tor yo'lak bo'ylab cho'zildi. Devorlar nam, pol esa eski edi. Yo'lak oxirida esa kichik xona ko'rinib turardi. Xuddi kimdir u yerga shoshilib biror narsa yashirib ketgandek. Nazifa ichkariga kirishi bilan ko'zi markazdagi temir qutiga tushdi. Qutining ustida akasining ismi yozilgan edi. U qutini ochdi. Ichidan bir nechta xat, eski pasport nusxalari, farzandiga tegishli tibbiy yozuvlar va bitta kichik daftar chiqdi. Daftar sahifalari orasida esa bitta qog'oz buklab qo'yilgan edi. Nazifa uni ochdi. Ichida faqat 3 ta so'z yozilgandi. Men seni kechirdim. U shu jumlani o'qib qotib qoldi. Kim kimni kechirgan, dedi u. Notanish erkak orqadan javob berdi. Sening akang seni. Nazifa boshini sekin ko'tardi. Nima? Odam og'ir nafas oldi. U seni uzoq vaqt himoya qilgan, dedi u. Lekin u ham kechikkan. Bolani olib chiqish uchun borganida yo'lda xiyonat bo'lgan. Nazifa qutidan chiqib turgan tibbiy yozuvlarni varaqladi. Ularning birida o'g'lining ismi, tug'ilgan sanasi va bir manzil bor edi. Bu manzil shahar chetidagi eski tashlandiq uy edi. Nazifa unga tikilib turdi. U yerda nima bor, dedi u. Odam javob bermadi. Faqat nigohini o'girdi. Bu sukutning o'zi ham javobga o'xshardi. Birdan orqa tomondan taxta sinish ovozi eshitildi. Nazifa tez o'girildi. Eshik tomon yengilgina siluet yaqinlashardi. Bu safar u o'sha sovuq yuzli erkak emas edi. Bu boshqa odam edi. Bo'ychan, qo'li cho'ntakda, harakati esa juda tanish. Nazifa bir zum uning yuzini tanidi va nafasi bo'g'zida qoldi. Sen, dedi u. Odam to'xtadi. Chiroq yorug'ida uning yuzi aniq ko'rindi. Bu uning eri edi. Lekin yuzida kechikkan hayrat emas, balki qo'rquv bor edi. Nazifa, dedi u past ovozda. Bu joyga kelmasliging kerak edi. Nazifa kulib yubordi. Bu kulgi alamli edi. Men kelmasligim kerak edi, dedi u. Siz meni yo'qotganingizda ham shunday degandingizmi? Erkak bir qadam oldinga chiqdi. Men seni yo'qotishni xohlamaganman, dedi u shoshib. Men faqat bolani saqlab qolmoqchi edim. Nazifa ko'zlarini qisdi. Saqlab qolmoqchi edingmi, dedi u. Unda nega meni o'likka chiqarding? Nega men bilan birga haqiqatni ham ko'mishga urinding? Erkakning yuzi oqarib ketdi. U javob berolmadi. Chunki uning jimligi hammasidan og'irroq edi. Shu payt qizaloq onasining qo'lini yanada mahkam ushlab oldi.
Oyi, men qo'rqyapman, dedi u. Nazifa tiz cho'kib uning yuziga qaradi. Meni eshit, dedi u muloyim, ammo qat'iy ohangda. Hozir nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen men bilan qolasan. Keyin u yana eri tomonga qaradi. Siz menga bir narsani aytmoqchisiz, dedi u. Bu yerda mening bolam tirikmi? Erkakning ko'zlari yoshga to'ldi. U boshini sekin egdi. Men aniq bilmayman, dedi u. Ammo men uning izini topganman. Nazifa bir zumda qotib qoldi. Qayerda, dedi u bo'g'ilib. Erkak og'ir nafas oldi va tashqaridagi qorong'ilikka ishora qildi. Eski uyda, dedi u. Agar kech bo'lmagan bo'lsa, uni hanuz o'sha yerda ushlab turishgan bo'lishi mumkin. Nazifa o'rnidan turdi. Qo'lida bir chetda ushlab turgan xatlarni, kundalikni va kalitni mahkam tutdi. U endi hech narsani kechiktirmasdi. Oldinda uni akasi, eri, xiyonat va ehtimol uzoq yillardan beri yo'qolgan farzandi kutib turardi. Va u shu kecha haqiqatning so'nggi eshigini ochishga qaror qildi. Nazifa hech narsa demay qoldi. Chunki so'z endi uning ichida juda ko'p edi. U faqat eshik tomonga yurdi, go'yo shu yurish bilan o'tmishning hammasini ortida qoldirmoqchidek. Eri unga ergashishga urindi, lekin u qo'lini ko'tardi. "Yo'q", dedi u sovuq ohangda. "Bu safar men yolg'iz kiraman." Ular eski uyga yetib kelganida tun allaqachon og'irlashib, havoga g'alati sukunat cho'kkan edi. Derazalardan nur chiqmasdi, ammo ichkarida kimningdir borligini sezdiradigan mayda belgilar bor edi. Eshik yarim ochiq, pol ustida esa yangi izlar ko'rinib turardi. Nazifa yuragini qo'liga olib ichkariga kirdi. Qo'lidagi fonar nuri devorlarga urilib, eski suratlar, shikastlangan mebellar va chang bosgan polni birma-bir yoritardi. Birdan uning nigohi burchakdagi kichik stulga tushdi. Stul ustida bolalar uchun mo'ljallangan adyol bor edi. Adyolning chetida esa uning o'g'lining eski ismchasi tikilgan edi. Nazifa qaltirab ketdi. "Bu yerda bo'lgan", dedi u past ovozda. Erining orqasidan kirgan odamlar jim turardi. Hech kim javob bermadi. Chunki bu iz faqat bir narsani aytardi. Bu uyda bola yashagan yoki hech bo'lmaganda shu yerga olib kelingan. Nazifa asta oldinga yurdi. Boshqa xonadan mayin ovoz eshitildi. U to'xtadi. Ovoz tanishdek edi, lekin yillar changi ostida o'zgargan. U fonarni balandroq ko'tardi va eshikni ochdi. Ichkarida kichkina karavot, yonida esa bir stakan suv turardi. Karavot ustida esa odam yo'q edi. Lekin yostiqda yangi bosilgan iz bor edi. Go'yo kimdir juda yaqinda shu yerda yotgan edi. Nazifaning nafasi ichida qoldi. Shu payt orqadan bir ovoz yangradi. "Kech qoldingiz." Nazifa keskin burildi. Eshik oldida uning akasi turardi. Yuzi charchagan, ko'zlari qizarib ketgan edi. U aytgan gap esa xuddi pichoq kabi sovuq tushdi. "Sen", dedi Nazifa. "Sen ham shu yerdasan", akasi boshini egdi. "Ha", dedi u. "Men boshidan beri shu yerdaman." Nazifa bir qadam oldinga tashladi. "Mening bolam qayerda?" dedi u. Akasi nafasini ichiga tortdi. "Agar men hozir aytsam", dedi u, "senga hayotingdagi hamma narsa buzilib ketadi." Nazifa kulib yubordi. Bu kulgi alam va charchoqdan tug'ilgan edi. "Menga allaqachon hamma narsa buzilgan", dedi u. "Endi faqat haqiqat qolgan." Akasi bir zum jim qoldi. So'ng asta orqadagi xonaga ishora qildi. "U yerda", dedi u nihoyat. "Lekin uni ko'rishdan oldin bir narsani bilishing kerak." Nazifa qotib qoldi. "Nimani?" Akasi ko'zlarini yumdi. "Uni men o'g'irlamaganman", dedi u. "Men uni yashirganman." Shu gap xonadagi havoni yanada og'irlashtirdi. Nazifa bir zum hech narsa demadi. So'ng titroq ovoz bilan so'radi, "Nimadan yashirding?" Akasi unga tikildi. Ko'zlarida ilk bor qo'rquv emas, achchiq haqiqat bor edi. "Sening eringdan", dedi u. "Va senga yaqin bo'lgan boshqa odamlardan." Nazifa sekin boshini chayqadi. Bu javob hammasini yanada chalkashtirdi. "Demak, sizlarning hammasingiz yolg'on gapirgan", dedi u. "Meni yo'qotganingizda, men o'g'limni izlaganimda, sizlar jim turgansizlar", akasi boshini egdi. "Chunki biz uning hayoti uchun qo'rqdik", dedi u.
Va ehtimol seni ham undan ajratdik. Nazifa ko'z yoshlarini bosolmadi. U bir qadam orqaga chekindi. Uni menga ko'rsating, dedi u qattiqroq. Hozir. Akasi orqadagi xonaga qaradi va sekin eshikni ochdi. Ichkaridan salqin havo va bolalarga xos mayin hid urildi. Nazifa ichkariga birinchi bo'lib kirdi. Fonar nuri ostida u kichkina karavot chetida o'tirgan bir bolani ko'rdi. Bola boshini ko'tardi. Va Nazifa shu zahoti qotib qoldi. Bu 100 yillar davomida uning tushlarida, qo'rquvlarida va yolg'iz tunlarida yashagan yuz edi. Bolam, dedi u zo'rg'a eshitiladigan ovozda. Bola unga uzoq qarab turdi. Keyin asta o'rnidan turdi. Bu lahza vaqtni ham, og'riqni ham, sukutni ham yengib o'tdi. Nazifa qo'llarini cho'zdi. Bola esa bir qadam oldinga yurdi. Va shu payt xonaning chetidan yana bir ovoz eshitildi. To'xtang. Nazifa orqasiga o'girildi. Qorong'ilik ichidan o'sha soyali erkak chiqib kelardi. Yuzida g'alati, xavfli xotirjamlik bor edi. U sekin dedi, agar siz hozir uni olib chiqib ketsangiz, hamma narsa yo'qoladi. Nazifa ko'zlarini qisdi. Meni allaqachon yo'qotgansiz, dedi u. Endi bolamni bermayman. Va shu bilan u yana bir qadam oldinga yurdi. Xuddi butun hayotini shu qadam uchun yig'gandek. Nazifa yana bir qadam oldinga yurdi. Soyali erkak ham qimirlamadi, faqat ko'zlarini boladan uzmay turardi. Go'yo uchun bu bola shunchaki odam emas, balki yillar davomida yashirib kelgan sirining markazi edi. Bola birdan Nazifaga qarab, qo'rqqan holda, "Oyi", dedi. Shu so'z xuddi temir eshikni yorib o'tgan nola kabi butun xonaga yoyildi. Nazifa yuragi uzilib tushgandek bo'ldi. U bola tomon cho'zildi, lekin soyali erkak keskin oldinga qadam tashlab yo'lini to'sdi. "U sizni tanimaydi", dedi u sovuq ovozda. "Hali emas." Nazifa lablarini tishladi. "Sen kim bo'lasan?" dedi u. Erkak bir lahza jim turdi, so'ng xuddi juda og'ir haqiqatni aytgandek sekin javob berdi. "Men uni saqlab kelgan odamman." Nazifa kuldi, ammo bu kulgi ko'pdan beri yig'ilib qolgan alamning tovushi edi. "Saqlaganingmi?" Bola karavotda yolg'iz, men esa yillar davomida qabrga teng sukutda yashagan bo'lsam, bu saqlash bo'ladimi? Akasi burchakda boshini tushirib turardi. Eri esa eshik yonida jim, xuddi bu sahnaga kechikib kelgan odamdek qotib qolgan edi. Nazifa ularning har biriga birma-bir qarab chiqdi. Keyin birdan uning ko'zi devor ustidagi eski suratlarga tushdi. O'sha suratlardan birida aynan shu soyali erkak, uning akasi va eri birga turgandi. Suratning orqa tomonida esa bir sana yozilgandi. Bu sana bolasi yo'qolgan kundan bir kun oldin edi. "Demak, sizlarning barchangiz shu ish ichida bo'lgansizlar", dedi Nazifa past ovozda. "Bitta men emas, butun hayotim aldangan." Soyali erkak sekin bosh irg'adi. "Sen bilishing kerak edi", dedi u. "Lekin senga aytilsa, seni ham yo'q qilishardi." Nazifa bir zum muzlab qoldi. "Kim?" dedi u. Erkak javob bermadi. Aksincha, karavot tagidan eski, chang bosgan bir qutini chiqardi. Qutining ichida bir pasport, bir tug'ruq varaqasi va bir xat bor edi. Xatning ustida faqat bitta ism yozilgan edi, Nazifa. U xatni ochdi. Ichidagi dastlabki jumlani o'qigach, qo'llari qaltirab ketdi. "Agar sen bu xatni o'qiyotgan bo'lsang, demak men seni topolmadim." Nazifa ko'zlarini yumdi. Bu xatni yozgan odam uning akasi emas edi. Bu qo'l yozuvi boshqacha, ammo tanish edi. O'tmishda unga mehr bilan xat yozgan odamniki. U kishi uning onasi edi. Xat davom etdi. "Bolani mendan olishdi. Men seni himoya qilish uchun jim qoldim. Lekin bir kun kelib sen haqiqatni bilishing kerak. O'sha odamga ishonma. U seni 20 yil davomida yaqin tutib, aslida sendan hamma narsani yashirdi." Nazifa xatni tushirib yuboray dedi, lekin qo'li qotib qoldi. "Bu imkonsiz", dedi u. Akasi og'ir xo'rsindi. "Yo'q", dedi u. "Bu eng dahshatli haqiqat." Soyali erkak bir qadam orqaga chekindi. "Endi kech bo'ldi", dedi u. "U qaytib keladi." Xonadagi hamma jim bo'lib qoldi. Nazifa bolani bag'riga bosib akasiga qaradi.
Kim, dedi u sekin. Erkakning yuzi oqarib ketdi. Sening o'g'lingni olib ketgan odam emas, dedi u. Seni bu yerga qaytargan odam. Shu daqiqada tashqaridan mashina ovozi eshitildi. Eski uy oynalari larzaga keldi. Nazifa ko'zlarini katta ochdi. U bu tovushni tanidi. Juda tanish edi. Eshik tomon og'ir qadamlar yaqinlashdi. Keyin eshik sekin ochildi va ichkariga u kirdi. Nazifa uni ko'rgan zahoti butun tanasi muzlab qoldi. Bu odam ko'p yillar davomida uning xotirasida yo'qolgan bo'lib kelgan. Lekin hozir tirik, sovuq va dahshatli tabassum bilan oldida turardi. "Assalomu alaykum, Nazifa", dedi u. "Nihoyat uyga qaytding." Nazifa bir lahza otasiga tikilib qoldi. Ko'zlari keng ochilib, lablari qimirlamay qoldi. Go'yo uning oldida turgan odam emas, balki bolaligida yo'qolgan eng katta qo'rquvi qaytib kelgandek edi. "Sen", dedi u zo'rg'a. "Sen yashab yurganmiding?" Otasi sekin ichkariga qadam qo'ydi. Uning yuzi yillar changi va sovuq qat'iyat bilan qotib qolgan edi. "Men hech qachon ketmaganman", dedi u past ovozda. "Men faqat ko'rinmay yurganman." Nazifa orqaga chekindi, bolani mahkam bag'riga bosdi. "Mening bolamni sen olib ketdingmi?" dedi u titrab. Otasi boshini bir oz egdi. "Men uni qutqardim", dedi u. "Seni ham qutqarmoqchi bo'ldim." Nazifa kulib yuboray dedi, ammo bu safar kulgiga kuchi yetmadi. "Qutqarmoqchi bo'lgan odam bolamni mendan ajratmaydi", dedi u. "Meni o'likka chiqarmaydi." Otasi sukut qildi. Shu jimlikdan keyin akasi og'ir ovozda gapirdi. "U seni himoya qilish uchun hamma narsani yo'q qilgan." Nazifa ko'zlarini akasiga o'girdi. "Shu himoya deb ataysizmi?" dedi u. "Meni onamdan, bolamdan, hayotimdan ayirib himoya qilganmisiz?" Soyali erkak, ya'ni bolani saqlab kelgan odam bir qadam oldinga chiqdi. "Haqiqat shu", dedi u. "Sen bilgan odamlar ichida eng xavflisi shu odam edi." U otaga ishora qildi. "U seni faqat qizim deb emas, balki sirning kaliti deb ko'rgan." Nazifa yuragini changalladi. "Qaysi sir?" dedi u. Otasi bir necha soniya hech narsa demadi. Keyin asta cho'ntagidan eski buklangan bir fotosuratni oldi. Suratning bir tomonida yosh Nazifa, onasi va kichkina bola bor edi. Ikkinchi tomonda esa qora marker bilan yozilgan bitta jumla bor edi: "U haqiqatni bilsa, hamma narsa tugaydi." Nazifa suratni ko'rib titrab ketdi. "Bu nima?" dedi u. Otasi uning ko'ziga qaradi. "Bu sening tug'ilgan kuningdagi surat emas", dedi u. "Bu seni bu oilaga olib kirgan kundagi surat." Nazifa nafasi bo'g'ilib qoldi. "Nima deganingiz?" Otasi sekin bosh irg'adi. "Sen mening qizim emassan, Nazifa." Xona ichiga o'limdek sukunat cho'kdi. Nazifa bir zum hech nimani eshitmay qoldi. Hatto bolasi ham quchog'ida qotib qoldi. "Yo'q", dedi u sekin. "Yo'q, bu yolg'on." Otasi esa ko'zini olib qochmadi. "Seni onang bilan birga men topganman", dedi u. "Sen o'sha paytda boshqa bir oilaning bolasi eding. Ammo keyin seni o'zimniki qilib oldim." Nazifa hammasini tushunmay, lekin ich-ichidan allaqachon yiqilib borayotganini sezdi. "Demak, meni ham o'g'irladingmi?" dedi u. Otasi javob bermadi. Javobsizlikning o'zi ham tasdiq edi. Akasi yuzini yashirdi. Eri devorga suyanib ko'zlarini yumdi. Soyali erkak esa past ovozda dedi: "Shuning uchun bolangni olib ketishdi. Ular sening kim ekaningni bilishardi." Nazifa boshini chayqadi. "Yo'q", dedi u. "Men faqat bolamni qaytarishni xohlayman." Shu payt otasi bir qadam yaqinlashdi. "Agar bolangni xohlasang", dedi u, "undagina men bilan kelasan." Nazifa ko'zlarini qisdi. "Qayerga?" Otasi eshik tomon qaradi. Tashqarida yana mashina chiroqlari paydo bo'ldi. Hamma narsa boshlangan joyga. Nazifa bolani ko'tarib oldi. U endi na otasiga, na akasiga, na eriga ishonardi. Faqat bir narsa aniq edi: bu kecha u nafaqat o'g'lini, balki o'zining asl kelib chiqishini ham topishi kerak edi. Va oldinda uni kutayotgan haqiqat, ehtimol, yo'qotilgan farzandidan ham og'irroq bo'lishi mumkin edi.
Nazifa bolani quchog'iga mahkam bosib, otasining ko'ziga tikildi. Yuragida qo'rquvdan ko'ra ko'proq g'azab va og'riq bor edi. "Men siz bilan hech qayerga bormayman", dedi u sekin, ammo qat'iy. "Avval bolamning xavfsizligini bilaman." Otasi bir lahza jim qoldi. Keyin og'ir nafas olib, xuddi yillar davomida ko'tarib kelgan yukini tushirgandek dedi: "Agar bu yerda qolsang, ular seni ham, bolani ham topadi." Nazifa ko'zlarini qisdi. "Ular kim?" Otasi javob bermadi, faqat eshik tomonga ishora qildi. Tashqaridagi chiroqlar yaqinlashayotganini endi hammalari eshitardi. Akasining yuzi oqarib ketdi. Eri esa birinchi marta rostakam qo'rqib ketgandek ko'rindi. Soyali erkak shoshilib qutidagi qog'ozlarni oldi va "Vaqt qolmadi", dedi. "Agar hozir chiqmasak, hammasi yakunlanadi." Nazifa esa joyidan qimirlamadi. U bolaning boshini silab, asta dedi: "Men endi hech kimning gapiga ko'r-ko'rona ishonmayman." Otasi qattiqroq ovozda gapirdi: "Sen meni yomon ko'rishga haqqing bor, lekin bolangni yo'qotish haqqing yo'q." Shu so'zlar Nazifaning ichiga urildi. U birdan o'zini yig'ib oldi. "Unda meni aldashni bas qiling", dedi u. "Hamma narsani aytasiz. Hozir." Otasi bir necha soniya qimirlamay turdi. Keyin juda past ovozda dedi: "Sen bolaligida boshqa oiladan o'g'irlab kelingansan. Seni bu xonaga olib kelgan haqiqat o'sha paytdan boshlangan. Keyin men seni asrash uchun jim qoldim. Lekin sening bolang tug'ilganda seni izlagan odamlar qaytib kelishdi. Ular seni emas, sen orqali yashiringan dalilni xohlashardi." Nazifa qotib qoldi. "Qanday dalil?" Otasi ko'zini yumdi. "Sen kimning qizi ekaningni isbotlaydigan dalil." Xonada jimlik cho'kdi. Akasi sekin polga qaradi. Eri esa devorga suyangancha boshini quyi soldi. Nazifa esa bir zumda tushundi. Uning butun hayoti tasodif emas, boshidan oxirigacha yashirilgan rejaga o'xshardi. Tashqaridan eshik qattiq taqilladi. Kimdir ichkariga kirishga urinayotgan edi. Soyali erkak fonarni yoqib deraza tomon yugurdi. "Ular keldi", dedi u. "Endi tanlov yo'q." Otasi Nazifaga yaqinlashdi. "Menga ishonmasang ham, bolangga ishon", dedi u. "U seni tanidi. Bu yetarli." Nazifa bolani mahkamroq quchoqladi. Bola uning yelkasiga bosh qo'yib jim bo'lib qoldi. Bu sukunat uning uchun birdan eng katta tasalli bo'ldi. Shunda orqa xonadan pastgina ovoz eshitildi. Juda tanish, juda mayin. "Oyi." Nazifa yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. U asta o'girildi. Qorong'ilik ichida eshik ortida yana bir bola soyasi ko'rindi. Va u Nazifaga qarab turardi. Nazifa nafasi ichida qotdi. Chunki uning qarshisida turgan bola yillar davomida yo'q deb o'ylagan o'g'li bo'lishi mumkin edi. Nazifa bir zum qotib qoldi. Ko'zlari qorong'ilik ichida turgan bolaga mixlanib qoldi. Yuragida bir vaqtning o'zida ham umid, ham qo'rquv, ham ishonmaslik o'rnashdi. "Bolam", dedi u bo'g'iq ovozda. Lekin ovozi o'ziga ham begona eshitildi. Qorong'ilikdagi bola bir qadam oldinga yurdi. Uning yuzi endi aniqroq ko'rina boshladi. Yelkalari ozib ketgan, ko'zlari esa kattalarnikidek og'ir edi. U hech narsa demadi, faqat Nazifaga qarab turdi. Xuddi yillar davomida shu lahzani kutgandek. Nazifa qo'lidagi bolani mahkamroq ushlab, asta oldinga yurdi. Sen mening o'g'limmisan?" dedi u ovozi titrab. Qorong'ilikdagi bola labini qimirlatdi. "Men", dedi u sekin. "Men sizni eslayman." Bu gap Nazifaning ichini yorib yuborganday bo'ldi. U birdan tiz cho'kib, ikkinchi bolaga qo'llarini cho'zdi. "Kel", dedi u yig'lab. "Kel, bolam." Bola ikkilanib turdi. Keyin bir qadam yaqinlashdi. Lekin ayni shu damda tashqaridagi eshik yana kuchli urildi. Butun uy larzaga keldi. Otasi keskin orqaga o'girildi. "Endi vaqti tugadi", dedi u. Soyali erkak ham devor tomon yugurib, sirli bo'lmaga yashirilgan qog'ozlarni oldi. Akasi qattiq nafas olib deraza oldiga bordi. Eri esa birinchi marta o'zini yo'qotib, "Ular ichkariga kirishadi", dedi. Nazifa esa hech kimga qaramadi. Uning ko'zi faqat oldidagi bolada edi. "Sen haqiqatan ham mening o'g'limmisan?" dedi u yana.
Bola sekin bosh irg'adi. Meni sizdan uzoq tutishdi, dedi u past ovozda. Lekin men sizning ovozingizni unutmadim. Bu so'zlar Nazifaning ichidagi barcha devorlarni qulatdi. U o'sha zahoti bolani quchog'iga oldi. Bola yelkalariga yopishib oldi, xuddi shu quchoqni yillar davomida sog'inganidek. Nazifa ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Men seni topdim, dedi u. Men seni topdim. Ammo quvonchga vaqt yo'q edi. Eshik buzilib ochildi. Qorong'ilik ichiga 3-4 odam bostirib kirdi. Ular yuzlarini berkitgan, qo'llarida hujjatlar va telefonlar bor edi. Ularning oldidagi erkak bir qarab, hammasi tayyor, dedi. Bolani oling. Nazifa orqaga chekindi. Hech kim tegmaydi, dedi u baqirib. Otasi esa birdan oldinga chiqib, to'xta deb qichqirdi. Kirib kelganlardan biri otaga qarab kuldi. Siz kechikdingiz, dedi u. U bolani ko'rdi. Endi u hamma narsani eslay boshlaydi. Nazifa boshini ko'tardi. Siz kimsiz, dedi u. Erkak fonar nurida yuzini ochdi. Bu yuzni ko'rgan zahoti Nazifa muzlab qoldi. U odamni tanirdi. Juda yaxshi tanirdi. Bu uning onasini oxirgi marta ko'rgan odam edi. Yoki hech bo'lmaganda shunday o'ylagan edi. Yo'q, dedi Nazifa sekin. Bu imkonsiz. Erkak sovuqqonlik bilan javob berdi. Sizni topgan odam men edim. Sizni yashirgan ham men edim. Endi esa sizni qaytarib olaman. Nazifa orqasiga qarab bolaning yuziga tikildi. Bola esa qo'rqinch bilan, "Oyi, ketmaylik", dedi. Shu damda Nazifa ichida bir qaror tug'ildi. U endi hech qachon kimningdir qo'rqitishiga, yolg'oniga va buyruqlariga bo'ysunmaydi. U bolalarini bag'riga bosdi, orqaga bir qadam tashladi va qorong'i yo'lak tomonga yuzlandi. Agar haqiqat shu uyda yashiringan bo'lsa, dedi u, men uni shu kecha tiriklayin olib chiqaman. Va u yugurdi. Orqasidan qadamlar, qichqiriqlar, eshik zarbalari eshitildi. Ammo Nazifa endi to'xtamadi. Chunki u nihoyat nafaqat yo'qolgan o'g'lini topgan edi, balki o'z hayotini ham qaytarib olish yo'liga kirgan edi. Nazifa qorong'i yo'lak bo'ylab yugurdi. Bolalarini bag'riga mahkam bosganicha orqasidan kelayotgan qadam tovushlari tobora yaqinlashayotganini eshitardi. Uy devorlari ham go'yo tirilib, uning yo'lini to'smoqchidek torayib borardi. Lekin u to'xtamadi. Uning ichida endi qo'rquv emas, faqat bitta maqsad bor edi: bolalarni shu kecha tirik olib chiqish. Yo'lak oxiridagi eshikni itarib yuborganida u kichkina ichki hovliga chiqib qoldi. U yerda eski quduq, singan kursilar va nam tuproq hididan boshqa narsa yo'q edi. Ammo hovli bo'sh emasdi. Qorong'ilik chetida bir odam kutib turgandek siluet ko'rindi. Nazifa bir zum to'xtadi. O'sha siluet asta oldinga qadam tashladi va chiroq yorug'ida uning yuzi aniq bo'ldi. Bu uning onasi edi. Nazifa qotib qoldi. Siz, dedi u zo'rg'a. Onasi ko'zlarida yosh bilan unga qaradi. Men seni topolmadim, dedi u bo'g'ilib. Lekin seni hech qachon tashlab ketmaganman. Nazifa bir qadam oldinga yurdi, go'yo tush ko'rayotgandek. Unda nega? Nega meni yolg'iz qoldingiz? Onasi boshini quyi soldi. Chunki seni men emas, ular yashirishdi. Shu payt orqadan otasining ovozi eshitildi. Unga ishonma. Nazifa keskin o'girildi. Otasi va akasi hovli eshigidan kirib kelishardi. Ulardan keyin esa yuzini berkitgan odamlar ham paydo bo'ldi. Ularning biri oldinga chiqib sovuq ovozda dedi: "Vaqt tugadi. Bolalar biz bilan ketadi." Nazifa bolalarini yanada mahkamroq quchdi. "Yo'q", dedi u. "Bu safar hech kimni olib ketolmaysiz." Ona birdan oldinga chiqdi. "Ular seni boshlang'ich hujjatlar bilan topishgan", dedi u shoshilib. "Sen bu oilaga tasodifan kelmagansan. Seni shu uyga ataylab olib kelishgan. Bolang esa endi ularning qo'lida qolsa, seni yana yo'qotishadi." Nazifa onasiga tikildi. "Demak, siz buni bilardingiz." Ona yig'lab yubordi. "Men bilardim, lekin kech tushundim." Nazifa atrofga qaradi. Hamma bir-biriga qarshi turgan edi: otasi, akasi, eri, onasi, soyali erkaklar.
Ammo uning oldida endi boshqa bir haqiqat bor edi. U yolg'iz emas edi, lekin hamma ham uning tarafida emas edi. Eri asta yaqinlashdi. "Nazifa", dedi u, "biz hali buni to'g'rilashimiz mumkin." Nazifa kuldi. "Sizlar shuncha yil noto'g'rini to'g'ri deb kelgansizlar", dedi u. "Endi men sizga ishonmayman." Keyin u bolalardan birining yuziga qaradi. Bu uning o'g'li edi. U qo'rqib turardi, lekin onasining yuzini ko'rganidan beri ortga chekinmagan edi. Nazifa tiz cho'kdi. "Meni tingla", dedi u yumshoq ohangda. "Biz bu yerdan chiqamiz." Bola bosh irg'adi. U onasining qo'lidan tutdi. Shu lahzada ularning ortidan bir qurol tovushi yangradi. Hamma bir zum muzlab qoldi. Otasi ko'zlarini yumdi. "Endi juda kech", dedi u. Ammo Nazifa endi kech degan so'zni qabul qilmasdi. U bolalarni yerga bosib, quduq yonidagi tor tunnel eshigini ko'rdi. U ilgari hech kim payqamagan sirli yo'l edi. Onasi unga ishora qildi. "U yerga tush", dedi u. "Men ularni chalg'itaman." Nazifa ikkilanib qoldi. "Siz?" Ona bosh irg'adi. "Men seni ikkinchi marta yo'qotmayman." Nazifa bolalarini tunnelga olib tushdi. Orqadan qichqiriqlar, yugurish tovushlari, yana bir eshik zarbasi eshitildi. U qorong'ida oldinga qarab yurdi. Qo'lida bolalar, yuragida esa endi yangidan tug'ilgan umid bor edi. Tunnel oxirida yorug'lik ko'rindi. Va u shu yorug'lik tomon qadam tashlar ekan, bilardi, bu hali tugash emas, balki uning haqiqiy hayoti endi boshlanayotgan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Tutash qalblar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.